Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Toshkent viloyati Nurafshon tumani Burgali mahallasiga kelganmiz. So'nginta firmasini Happiness F1 degan rozi pomidorni berganmiz. Nuriddin aka, assalomu alaykum. Mehnatingizga Alloh baraka bersin. Bu Happiness pomidorning haqida bir ma'lumot bersangiz. Happinessimiz 250 gramdan 300 gramgacha aka. Pomidorimizga gap bo'lsin emas, hosildorligini ko'ring, kasalga baquvvatligini mana bunday qalagini ko'tarsangiz mana o'zi ko'rinadi. Endi misol dehqonlar o'zi tushunadi mana qarang. Mana misol Hosildorligi zo'r. Kiprigi bilan uziladi, yirikligi ham juda ham zo'r. Undan tashqari mana boshqalardan ko'rsatib o'tamiz. Hosildor qanday Xohlagan joy ko'rishingiz mumkin. bo'ladi. Yulva pishgan joylarda yuksakdan bo'ladi mana pishganlar pomidorlar. Bitta pomidorlarni pishgandan beri ko'rsatamiz. Mana pomidor bunday yuksak. Mana kiprigi ham juda chiroyli. Bilan ko'rishingiz mumkin. Hurmatli dehqonlar, bizning adresimiz Toshkent shahar Bektemir tumani Food City dehqon bozori. Kimga shunaqa sifatli urug'lar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqasiz. Pastga raqamlar qoldiramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.